Bo'ldi. Bo'lsa bir oygacha kutadigan imkoniyati bor ekan. Metanlar sinib qilingan ekan. Kraskalar top-toza ekan. 94 ming tirab yurgan 2021-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 4 ta balon yaxshi holatda ekan. 127 million savdosi bo'lib berilmabdi. 135 million narx aytilayotgan ekan. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Ozgina varianti yetmay qolsa kutadigan imkoniyati bor ekan do'stlar. Qancha bo'ladigan senasi aka buni? Ha? Bo'ladigan senasi qancha oxiri narx? Kelishamiz telefon. 118 bermadingiz? Ha. 20 bo'lsa berasizmi? Beramiz. Berasiz. Variant imkoniyati bormi? Barterchi. Bo'ldi, naqd pulga faqat. Bo'ldi. Bo'lsa faqat naqd pulga imkoniyati bor ekan, variant barter imkoniyati yo'q ekan. 19-yilda ishlab chiqarilgan 164 ming yurgan ekan, navorotlari bor ekan, 4 ta bor pastga balon, diska balonlari ham qo'yilgan ekan. Mexanika varianti, ABS kondisioner hamma yog'i bor ekan do'stlar. 118 million so'm baho qo'yibdi bozor, ya'ni so'rabdi. Berilmabdi. 20 million bo'lsa berib yuboramiz deyapti do'stlar. Qiziqsa telefon qilinglar, bog'laninglar do'stlar. Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Yaxshimi, mazza yaxshimi do'stlar? Mana ko'p mashinalarni olib bo'ldik. Endi Gentra Cobalt narxlarini obzor qilish uchun keldik do'stlar. Hozirgi videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna qilish obязательно esingizdan chiqmasin. Sizlar uchun cho'tib qilib mashina narxlarini obzor qilib beramiz. Keyin Telegram kanalimizda doim eslatyapmiz. Bunaqa mashinalardan 5 tadan 15 tagacha qo'yib boryapmiz. Kanal silkasi, opisiya va kommentariyada bo'ladi. O'tinglar, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. 1 minut vaqtinglar ketmaydi. Qani ketdi, videoni boshladik. Xo'p do'stlar, aytganimizdek Cobaltlardan boshlab olamiz Gentra bilan. Like ayamasdan bosib qo'ysanglar, xudo xolasa chiroyli qilib obzor qilib beramiz do'stlar. Xo'p, oppoq rangli Cobaltdan boshlab olamiz. 21-yilda ishlab chiqarilgan ekan, metallar sinib qilingan, ABS kondisionerlari bor ekan. Kraska qanday uka? Bundan ko'rishlar tozami? Kraskalar toza, elektronniy polik chiqonlari yo'q ekan, ballari bor, mexanika varianti, magnitfonlari bor. 94 ming pira yurgan ekan do'stlar. Salonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana Cobalt ixlosmandlari uchun do'stlar. Metanlari bor. Bu sizdanmi aka? Ey yigitlar. Metanlari bor, zapaskilari ham bor ekan. Buni narxini qancha aytyapsizlar? Narxini ku? 135 so'radimi bozor? 122 million so'rami? 7 so'rab, nomer. Telefon nomeri bor. 94 28 02 04. Qancha bo'ladi senasi? Oxirgi senasida. Variant nechi? Bo'ldi. Bo'lsa bir oygacha kutadigan imkoniyati bor ekan. Metanlar sinib qilingan ekan. Kraskalar top-toza ekan. 94 ming tirab yurgan 2021-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 4 ta balon yaxshi holatda ekan. 127 million savdosi bo'lib berilmabdi. 135 million narx aytilayotgan ekan. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Ozgina varianti yetmay qolsa kutadigan imkoniyati bor ekan do'stlar. Yili nechireys? 19 a. Xo'p do'stlar, 19-yilda ishlab chiqarilgan. Chiroyligina ABS qo'yilgan, Cobalt bor ekan, oppoq rangda do'stlar. Xo'p, metallari bor ekan, ABS kondisionerlari bor. Xo'p, kraska qanday? Avtomat diska o'tiribdi, balonlari ham yaxshi ekan. Xo'p, mezgarlari bor ekan do'stlar aytganimizda. 905 a. Elektronnik polik, model. Mes deflektorlar qilingan ekan. Nima qilingan dedingiz? Ha, monitorlari bor, deflektor hamma yo'g'i bor. Yurgani 164 ming yurgan ekan do'stlar. Orqa faralari mana chiroyli sistem qo'yilgan ekan do'stlar. Orqa zatniy kameralari ham bor. Metallar bor dedik, poliklari bor. Analar bor, zapaskilari. Narxi qancha aytilyapti aka buni? 123 million aytilyapti. So'radimi bozor? Qancha? 118 so'radi. Ha, nomer bor aka telefonimda. 94lik necha? 465 00 47. Qancha bo'ladigan senasi aka buni? Ha? Bo'ladigan senasi qancha oxiri narx? Kelishamiz telefon. 118 bermadingiz? Ha. 20 bo'lsa berasizmi? Beramiz. Berasiz. Variant imkoniyati bormi? Barterchi. Bo'ldi, naqd pulga faqat. Bo'ldi. Bo'lsa faqat naqd pulga imkoniyati bor ekan, variant barter imkoniyati yo'q ekan. 19-yilda ishlab chiqarilgan 164 ming yurgan ekan, navorotlari bor ekan, 4 ta bor pastga balon, diska balonlari ham qo'yilgan ekan. Mexanika varianti, ABS kondisioner hamma yog'i bor ekan do'stlar. 118 million so'm baho qo'yibdi bozor, ya'ni so'rabdi. Berilmabdi. 20 million bo'lsa berib yuboramiz deyapti do'stlar. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar, bog'laninglar do'stlar. 8 diskalar. Xo'p do'stlar, 13-yilda ishlab chiqarilgan Novot rangdan Cobalt bor ekan. Bunday metallar bor ekan, ABS kondisionerlari bor ekan. Kraskasi qanday dedingiz? Ketmalari bor.
udar yo'q. Petnonlari bor, udar yo'q ekan. Bunda diska qo'yilgan. Balonlari yaxshi ekan, emas. Ko'plar ishlaydimi? Ishlaydigan mejigarlari bor. Elektron pollik chihol barlari bor. Xo'p, pioner magnitofon qo'yilgan 366 ming yurgan ekan. Do'stlar, tepalar alkantara qilingan, salon holati ham yomon emas, o'rtacha holatda do'stlar. Tarafdan ham ko'rsatib olsak, mana kuzov holati yomon emas do'stlar. Narxini 85 ming aytib turgan ekan, hozir. Qancha bo'lsa berib yuborasiz aka buni narx qo'ygan? 80dan 1 so'm ko'chsa berib yuboraman. 80 dan ozgina ko'tarilsa tepaga berib yuborasiz. Variant barter imkoniyati bormi? Ha? Variant barter bormi? Yo'q, naqdga. Naqdga konseynerlar ishlaydigan do'stlar. Hamma yoq ishlab turgan ekan. Paturda ish yo'q. Umuman ish yo'q, ha? Zo'r, ha. Zo'r, nomer ayting. 94. Ha? 465 Ha? 0047. 0047 bo'ldi. Telefon qilinglar qiziq bo'lsa do'stlar. Xo'p do'stlar, Gentrani ham ko'rsatib o'ramiz. Kobaltdan boshlab oldik, endi Gentradan ko'rsatib o'ramiz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda Gentra 4-paketlangan gazlar qo'yilgan ekan. ABS konseynerlari bor ekan do'stlar. Kraskasi qanday? Top toza ekan do'stlar kraskalari. Balonlarni ko'rishdan balonlar ham yaxshi. Xo'p, mana bu mejgarlari bor ekan, lyuklari bor, avtomat коробка zrach, elektron polik chihollari bor, barlari bor. Monitor dominant qo'yilgan ekan do'stlar. Xo'p, aytganimizdek, mana salon holati ham idealni turibdi xullas. Ha? Hadovoylarda ham muammo. Hadovoylarda ham umuman muammosi yo'q ekan, xullas yaxshi, cho'tki turibdi. Zadniy kameralari ham bor, video registratorlari ham bor ekan do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Bu narxini qancha aytyapsiz aka? Narxini 36 deyapti. 136. 127 naqd pulga so'radi, ha? Nomer ayting, telefon nomeri. 93lik 93lik 00 2 114 93. ha. 2 1 114 14 93. Qancha bo'ladi endi sen aka, mana bo'ladi. oxiridan tepaga chiqib beradi. 30 dan 130 dan, ha? 30 dan pastgacha. 29 dan bo'lsa-chi? Keyin gaplashdik. Yalnız variant barter imkoniyati bormi? Variant bor, Cobaltga bor. Cobaltga barter imkoniyati bor, bo'ldi. Do'stlar, barterga imkoniyati bor ekan. Kraskalar aytganimizdek top toza ekan, mejgarlari bor, 4-paketlangan gazlar qo'yilgan. Probek qancha dedik? 100 ming probek qo'lni shumka qilingan. Shumka bo'lgan, ha? Bo'ldi. Shumka bo'lgan ekan. Kirlasiga chiqdi. Klasigacha pulni shumka bo'lgan ekan do'stlar. 1 kirib yurgan ekan mashina. Probek ham yaxshi. Xo'p. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar, 130 dan, xudo xolasa 1 million so'm o'tib beramiz kanalni so'rasanglar do'stlar. Avtomat коробка Gentra so'ragan do'stlar. Buni yili necha aka? 20. Xo'p do'stlar, bunisining yili 2020 ga 21, ha? 82 ming yurgan benzindanmi? Propani bor ekan, ha? ABS bor, konseyner bor ekan buni ham. Kraskalar tozami? Avtomat diskada. Balonlar go'shning balonlari yaxshi. Mexanika variant. Chihol polik bor, magnitofon hamma yog'i bor ekan. Ko'rishingiz mumkin mana. Yurgani qancha edi? 82. 82 yurgan ekan. Zapaskalar ham bor, ha? Shuning zapaska hamma yog'i bor ekan. Buning narxi qancha aytilyapti? 135, ha? So'radimi bozor buni? 28 nomer aytib yuboringlar buni. 99lik 99lik. 00 Bu ham shu nomer, xullas. 670 Ha. 98. Bo'ldi, 670 0098 nomerlarga telefon qilsanglar, 28 dan chiqsa berib olasiz, ha, xudo xolasa. Bo'ldi, chiqsa beriladi ekan. Kelsa bo'ladi ekan. Lekin tabiklari ham zo'r ekan do'stlar. 85 mingdan yurgan ekan, kraskalari toza ekan, balonlari yangi ekan. Xo'p, propanol ustanib qilingan ekan. Qiziq bo'lsa telefon qilib bog'lanib, baraka o'rnida bo'ladi do'stlar. Xo'p do'stlar, 20-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda Cobalt bor ekan, lekin ichi pulni qimmat etyapti, so'rab olamiz. Metalldan so'rab qilingan ekan, ABS konseynerlari bor. Kraska tozami? Top toza ekan, balonlari ham yangi ekan do'stlar. Probek ham top, kraskasi ham top toza ekan. Elektron polik chihollari yo'q, barlari bor, mexanika variant, magnitofonlari bor. 41 ming yurgan ekan do'stlar. Shuning probegi zo'r ekan-da buni, ha? Buni qancha so'radi aka bozor? 36. 36 so'radimi? Nomer bor-a, telefon nomer? Telefon nomeri hozir egasini nomerini beray. Ha? 93lik 227 227 44 35. 44 35. Qancha so'radi buni bozor? 36. 36 136, ha? Berilmadimi?
Variant barter imkoniyati bormi? Bor. Bor a? Bo'ldi. Do'stlar 136 million so'ragan ekan, 140 million aytib kerak. Ya'ni ham telefon qilib o'zingizlar shuni bilib olasizlar. Endi misol narxini bizga 100% aytmayotgandir, sizlarga naqd pul bo'ladigan bo'lsa berib yuboradi do'stlar, lekin probiga 41 ming yurgan ekan, kraskalari 100% toza ekan, metaldan surib qilingan ekan, 4 ta balon yangi ekan. Qiziq bo'lsa telefon qilib baraka qo'shsanglar bo'ladi, lekin probiga zo'r ekanda mashina. Buning yili necha ekan aka? Necha pul aytasiz so'ranglar? 135. Xo'p do'stlar, shuni holatida 21-yil ishlab chiqarilgan 4-pokoleniya gaz ABS konditsioneri bor ekan buning ham do'stlar. Kraska tozami aka? Toza. Top toza ekan, balonlari ham o'rtacha, disk avtomat diskada turibdi. Avtomatmi? Avtomat, elektronli polik chihol bor. Maktab hamma bor. 87 ming probeg yurgan ekan, mana bu ko'rishlar mumkin bo'lsa, maktablar ham bor ekan. Narxi 135 aytasiz. So'radimmi hozir aka? So'radi 28. 28 million so'radi, 128. Nomer bor, telefon nomeri. Ayting. 97 97lik 532 532 54 54 42. 42. Qancha bo'ladigan senasi aka? Naqd pul. 30 dan osib bering. 30 dan olsa 29 dan bo'lsa-chi? Yo'q. Bermaydi. Variant barter imkoniyati bormi? Bo'ldi. Motor patrda shu, ha? Xo'p do'stlar, motor patrda umuman ishi yo'q ekan. Metallar sinib qilingan ekan. Aytganimdek, kraskalari 100% toza. Balonlari ham yaxshi holatda ekan. 85 ming probeg yurgan ekan. Probeg ham zo'r ekan do'stlar. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar, 130 dan oshib berib yuboramiz deyapti. 128 million bozor savdo qilibdi do'stlar mana. Naqd pulga sotilar ekan. Xo'p do'stlar, Lacetti Gentra qilinganini so'raganlar uchun Mukrasi va Civic'da mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. 13-yilda ishlab chiqarilgan ekan, metallar sinib qilingan 1.8 ha motor. ABS konditsioneri bor ekan, kraskasi qanday bu? Kraska asfalt bo'lgan. Polni. Asfalt bo'lgan ekan do'stlar. Udar yo'qmi aka? Yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Yuqori sepilgan ekan. Mejgarlar ishlaydi, ha? Mejgarlari bor, ishlaydi ekan do'stlar. Elektronli polik cho'llari qo'ygan, barlari bor. Monitorlari bor, 211 ming yurgan ekan, bunday rullar qo'yilgan. Ana tamishka. Salom holatini ko'rsangiz mana. Keyin dokumentalni qilingan dedingiz, ha? Gentra. Bo'ldi, dokumentalni Gentra qilingan ekan, zadniy kameralar ham bor ekan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Narxini qancha aytyapsiz aka buni? 100 million deyapsiz. 100 million. So'radimi bozor? Qancha so'radi? 75. Nomer aytib oling, telefon nomeri. 95lik 95lik 223 223 35 77. 35 77. Qancha bo'ladigan senasi aka buni naqd pulga? Kelishamiz-da. 75 dan qancha oshish kerak? Bermadim. 80 bo'lsa beraman. 78 lar bo'lsa-chi? Kelishasiz. Variant barterchi? Barterga yo'q. Variantchi? Naqd pulga faqat. Bo'ldi. Motori moyimaydi-a? Moyimaydi aka. Hamma yog'i garantiya. Bo'ldi do'stlar, telefon qilinglar akamizga do'stlar. Naqd pulga sotiladigan, lekin arzon qilib berib yuboraman deyapti. 78 million bo'lsa, xudo xolasa berib yuboradi, imkoniyati bor. To'rtta balon yaxshi holatda ekan, 1.8 motorlar moyimaydi ekan. Metallar sinib qilingan ekan. Probegini qancha dedingiz? 211 ming, 2 kurukdan oshgan ekan do'stlar. Asfalt bo'lgan ekan mashinamiz. Do'stlar, telefon qilib baraka qo'shishdi. Do'stlar, 19-yil ekan bu Cobalt'imiz. 130 milliondan narx aytilayotgan ekan. Oppoq rangda metallar sinib qilingan ABS konditsionerlari bor. Bu kraskasi tozami aka? Kraskalar toza, avtomat diskada turibdi, balonlari yaxshi ekan. Xo'p, elektronli polik chihol barlari bor, mana mexanika maytfonlari bor. Bir ko'rik bo'libdi do'stlar. To'shun 100 ming 267 kilometr yuribdi mana. Sondan ko'rishingiz mumkin. Mana orqa tarafdan ko'rib ko'rsanglar, mashina ko'z holati lekin udor turibdi. Narxi 130 ming aytyapti. So'radimi hozir aka buni? Qancha so'radi? 22. 122. Nomer aytib oling, shu nomer. 91lik 511 0377 degan do'stlar. Variant imkoniyati bormi buni? Bartergacha. Naqdga. Bo'ldi. Buning ham yili 19. Buni narxi qancha aytilyapti? 88 ming yurgan ekan. Kraska toza bunda. Metallar bor ekan, ABS konditsioner bor, mexanika varianti, baloni yaxshi ekan. Buni narxi qancha? 130 million. Buni qancha so'radi bu? 23. Ikkalasi ham nomer aytdikmi? Bo'ldi, ikkalasi ham telefon qilsanglar, ikkita 19 bor ekan, bunisi 85 ming, bunisi 1 kuruk do'stlar. Ikkalasi ham kraskalar top toza, ikkalasi ham metal bor, ABS konditsioner hamma yo'g'i bor do'stlar. Qiziqsa telefon qilsanglar bo'ladi, mayli. Mayli aka.
Xo'p do'stlar, 19-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangli yana bitta Cobalt bor ekan, 4-pakana negazlar sinib qilingan. Bunda ham ABS konditsioner bor, konditsionerlar ishlab turibdi. Kraskasi qanday ekan? Kapot almashgan ekan, bunda diska qo'yilgan, balonlarni qo'yishgan mumkin. Tronning poli siquvlari yo'q, ballari optalingan, mexanika, magnitofonlari bor, 123 ming probeg yurgan ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Sana holatligi saravan kiydirib, xullas tayyorlab mashina qilib chiqqan ekan mashinani. Zadni kameralari ham bor ekan mana. Mashinani ko'rishinglar mumkin. Buni narxini qancha aytyapsizlar?